Nigor. Assalomu alaykum. Operatsiyalarga ketib operatsiyaga ekan deyishdi. Qanday Dolce Gabbana sumkalarimiz zo'rmi? Yaxshi. Qancha vaqtlar bo'ladi? Hurmatli obunachilar, demak bugun bizda Nigorani 4-kunlari, To'rtmidi? operatsiyangizni 4-kuni. Mana ko'rishingiz mumkin. Ancha yaxshi ahvolga kelib, og'riqlar kamayib, bunaqa og'riqlar ko'pmasdi o'zi, no, не то чувствовали bo'lgan. Og'riq bo'ladi, hammasi zo'r, ideal, vau, shunday operatsiya qilasiz, o'rningizdan turib yugurib ketasiz deb aytolmayman azizlar, chunki baribir tig' tegadi. Ana undan keyin esa sizni mana shunaqa farishta doktorlarimiz qarab, chiroyli qilib, og'riryapti deyishinglar bilan darrov og'riq qoldiradigan ukollarni qilib, doimo tepangizda parvona bo'ladi. Agar shunaqa bo'lmaganda, mana mendan o'zimdan bilasizmi, men yolg'on gapirishni juda ham yomon ko'radigan insonlardan bittasiman. Juda ham o'zimni yaxshi his qilaman. Eng asosiysi 2 qat qornim. Endi menda yo'q. 5-sinf tug'ib oldingiz deb hamma gapiryapti. Haqiqatan 5-sinfni yo'q qilib, mana qo'llarimdan, hamma yog'imdan xalos bo'lib, Nilufar opamga katta rahmat aytaman. Jamoangizni qo'li shunaqa yengil ekan. Narkozdan ham hattoki chiqqanimda o'zim gapirib, bemalol ular bilan gaplasha oldim, muloqot qila oldim. Unga katta rahmat aytaman. Narkozga, operatsiya jarayoniga umuman sezmaganim uchun hech narsani deyishmayapti. Hurmatli obunachilar, narkozimiz yuqorida aytib o'tganlaridek juda ham yuqori sifatli narkoz. Patsient xuddi uxlab turganday holatda bo'ladi. Undan tashqari ko'pchilik dayrektimizga yozgan Nigora bariatriya operatsiyasini o'tkazdilarmi deb. Yo'q, hurmatli obunachilar. Biz asosan abdominoplastika hamda liposaksiya amaliyotlarini o'tkazganmiz. Oshqozonga umuman tegmaganmiz. Teri hamda fartuq ko'rinishidagi teri osti yog' qavati va fartuq ko'rinishidagi ortiqcha yog'larni kesib olib tashladik, lekin oshqozonlari joyida turibdi. Xudoga shukr. Va yana bitta narsani so'ramoqchidim. Sizda dayrektingizni bilmadim, lekin meni dayrektim to'lib ketdi. Aynan nima qildirdingiz? Endi ayollarimiz juda ham ko'p savol bergan. Intim plastika ham qildirdingizmi deb. Aziz ayollarimiz, sizlarga zo'r bitta ma'lumotni aytaman. Nilufar opa hattoki intim plastikani ham qiladi. Bemalol xo'jayinlaringizdan uyalmagan holda. Baribir bilaman, ayollarimizga nechta tug'ilgandan keyin, hattoki mana bitta tug'ilgandan keyin ham balasi deb aytdingiz. Ana shunaqa bitta tug'ruqdan keyingi bo'lgan ayolga ham aynan shunaqa muolaja kerak bo'ladi va bemalol sizlar uyalmagan holda, agar rostakasm professional plastik xirurg qidirayotgan bo'lsanglar, Nilufar opamga murojaat qilsanglar bo'ladi. Chunki ularda ham aynan shunaqa muolaja uchun, intim plastika uchun jamoalari, ayollardan tashkil topgan jamoalari bor.